Doktor, aynan qanday xarakterdagi insonlar yurakdagi AKSH operatsiyasini ko'proq o'tkazadilar? Juda ham to'g'ri savol. Bunaqa turdagi odamlardan birinchisi juda kuyunuvchan odamlar, ikkinchisi juda asabiy insonlar, uchinchisi surunkali stressi bor insonlar yoki surunkali muammolar keltirib chiqaraveradigan, arzimas narsadan ko'p muammo o'ylaydigan insonlar, to'rtinchidan bo'ladigan bo'lsa, juda qat'iyatli va o'ziga talabi katta insonlarimizda ko'p uchraydi. Yana bir turdagi insonlar bor. Ular doimiy negativ xulosalar chiqaradigan, negativ fikrni bildiradigan va negativ kommentariyalar yozadigan insonlar bor. Bunaqa insonlar asosan bularda surunkali stress bo'ladi, ya'ni ko'rolmaslik hissi yoki boshqa qanaqadir anti fikrlar paydo bo'lganidan bularda surunkali adrenalin va kortizol ishlab chiqariladi. Bu esa o'z navbatida tomirlar spazmi, davleniyaning oshishi, surunkali qon bosimining oshishi bo'ladigan bo'lsa, tomirlar devorining yopilib borishi va birdaniga koronar, ya'ni yurakdan o'lim kuzatishi mumkin. Aziz yurtdoshlar, hozirgi kunda O'zbekistonda yurak qon tomir kasalliklaridan o'lim yuqori va yurak operatsiyalari uchun muhtojlik juda ham oshib bormoqda. Buning asosiy sababi biz juda ham kuyunuvchan xalq bo'lganimiz sababli hozirgi kunda yurak xastaliklari soni ortib bormoqda. Asabiy insonlar va tajovuzkor, surunkali stressi bor insonlar, negativ insonlar, bu insonlar o'zingizni sog'lig'ingiz haqida ko'proq qayg'urmasangiz, sizdan boshqa hech kimga sizning sog'lig'ingiz kerak emas. Bir oz o'zingizni tinchlantirishga harakat qiling va hayot tarzingizni o'zgartirishni tavsiya beramiz. Bundanda foydaliroq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifalarimga obuna bo'ling va shunday xarakterli insonlarga ushbu videoni jo'natib qo'ying.